Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli do'stlar. Bugun biz O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti Alisher Navoiy nomidagi davlat mukofoti sohibi, butun xalqimizni qalbidan chuqur joy olgan ulug' hofiz, o'lmas hofiz Sherali Jo'rayevning ijodxonalarida o'tirib, bu kishini xotirlashni ko'nglimizga turdik. Bu xonadonga har yili 12-aprelda juda ko'plab ijodkorlar, xalqimiz ardog'idagi ziyolilar, yozuvchi va shoirlar, qo'yingki O'zbekistonni 4 ta tomonidan, qolaversa Markaziy Osiyoning barcha mamlakatlaridan bu kishining muxlislari mana shu ko'chaga, mana shu xonadonga oqib kelardi desak adashmaymiz. Xalqimizga 60 yilga yaqin xizmat qilgan, o'zini betakror ashulalari bilan dil-dillarga kirib borgan Sher akani bugun ham, ertaga ham biz albatta yaxshiliklar bilan eslashimiz kerak va eslanyapti ham. Vodiylik mashhur shoir Bahodir Iso aytgandek, bizdan so'ng ham nabiralar Sheralini tinglashadi degan bir chiroyli bir bayt yozildi. Mana shu baytning nihoyatda hayotiyligini, haqiqatga yaqinligini biz Sher akani ijodlarini, qo'shiqlarini yoshlar timsolida tinglanayotganini ko'rib, nihoyatda bir boshimiz osmonga yetadi. Azizlar, Sher akani tug'ilgan kunlarida hozirgina aytdik, juda ko'p ulug'lar, ziyolilar bu xonadonga tashrif buyurgan. Sher akani farzandlari ulug'lar tomonidan doim duolar olingan ularga oq fotihalar berilgan. Xususan marhum Hazrat Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf mana shu xonadonga kelib farzandlariga bir necha marta duo berganlariga o'zim guvohman. Xuddi shuningdek Hazrat Alovuddin Mansur, Anvar Qori Tursunov, Shayx Abdulaziz Mansur, qo'yingki jamiki o'sha ziyolilar adabiyotni, kitobni, dini islomni ulug'lagan insonlar Sher aka bilan mana shunday qadrdon, yaqin edilar. Sher aka bir umr vatan uchun, yurt uchun, ona xalqimiz uchun o'lmas qo'shiqlarni yaratib, hech qachon tinim bilmay ijod qilgan ulug' bir san'atkor edilar. Men ba'zan o'ylayman, agar o'zbek san'atida Sher aka bo'lmasa, biz san'atimiz qanaqa bo'lardi, rangi qanaqa bo'lardi, obro'si qanaqa bo'lardi deb o'ylayman. Albatta taqqoslash noo'rindir. Masalan, shunday qo'shiqlar bor. Masalan, Ma'murjon Uzoqov desak, o'sha jonon bo'laman degan qo'shiq hayolimizga keladi. Komiljon Otaniyozov desak, Xorazm Segohi ko'z oldimizga keladi. Komiljon Baratov desak, o'sha o'rta qo'shig'i ko'z oldimizga keladi. Lekin Sherali Jo'rayev deganda biz qaysi qo'shiqni misol qilib ayta olamiz? Bunisini qo'ysak, bunisi chiqib keladi. Unisini aytsak, bunisi yuzaga keladi. O'zbegim desak, kuydim bor. Inson qasidasi desak, kema bor. Umuman shunchalik Xudoyim bu kishiga bir ulug' san'at, ulug' bir iqtidor, ulug' bir mahorat berganki, biri-biridan ortda qolmaydigan qo'shiqlarni yaratish bu kishining chekiga tushgan. Bugun mana shunday ulug' san'atni juda ham bir mamnuniyat bilan aytish kerak. Sher akamiz izdoshlari, farzandlari Shohjahon, Zohirshoh yorug' yuz bilan davom ettirishyapti. Ularning muxlislari ko'payib borayotgani, kundan kunga ularning safi ortib borayotgani o'sha Sher akaning duolarini olganliklari, Sher akamni to'g'ri tarbiyasini olganliklari, ta'limini olganliklari va yana ayni paytda ularga ham Xudoyim bir boshqacha iqtidor berganliklarini xalqimiz ko'rib turibdi. Sher akaning xonadonlariga keladigan har bir insonni ardoqlab, e'zozlab, nima deydi haligi kadr ortida, parda ortida deydigan gaplarimiz bor-ku. O'shalarni e'zozlab, o'sha mehmonlarni chaqiring, mehmon qiling, duosini oling deb turgan zotlar bor. Xususan yangamiz Gulnora Jo'rayeva mana shunday ulug' san'atkor bilan butun umr yashab, u kishining quvonchli kunlariga ham, boshqa kunlariga ham guvoh bo'lgan, sabr qilgan yangamiz bo'ladilar. Bu kishiga ham mingdan ming rahmat. Mana yaxshi tashabbuslar bilan chiqib o'sha kitoblarni chop ettirish, davom ettirish, bu kishini ijod
san'atga bo'lgan hurmatlarini hech qachon o'sha unutmaslik maqsadida ziyolilarni, shoir va yozuvchilarni, mana Sher akam muxlislarini uylariga chaqirib gaplashib, suhbatlashib turadilar. Jumladan men ham mana shunday taklif bilan bu xonadonga kelganman va men qoyil qolamanki, bir insonni hurmatini shunchalik joyiga qo'yib, u o'tgandan keyin ham uni xotirasiga yaxshi tashabbuslar bilan chiqish bu faqat o'zbek ayoliga, o'zbekni mana shunday fidoyi, o'zini turmush o'rtog'i, jufti haloli uchun jonini fido qiladigan bunaqa ayollar faqat o'zbek elida uchraydi. Azizlar, shunday gap borki, asl san'at, asl tilla hech qachon zanglamaydi. Sher akam 50 yil oldinga aytgan qo'shiqlari bugun ham aytilsa, xuddi bugun aytilgan, bugun chiqqan qo'shiqdek bizni qalbimizdan joy oladi. Chunki bu qo'shiqlarda oddiy so'z yo'q. Bu qo'shiqlarda hammasida ilohiy tarannum bor. Masalan, ko'pchilik aytadiki, kulbadan bir shunchaki bir sevgi yo'lida aytilgan qo'shiq. Unaqa emas. Bu qo'shiqning boshidagi misralarga e'tibor beraylik. Aslida bu qo'shiqning musiqasi bir ilohiy jaranglaydi. Va so'zlariga e'tibor beraylik. Kuylarim yetganmikan senga borib, tinglasa ketganmikan toshlar erib. Bu nima demoqchi? Mana bu Allohga munojat, bu Allohning vasfiga, zikriga aytilgan so'z bu. Hazrat Muso davrida o'sha shirkka botgan qavmlar aytgan ekanki, sen Alloh bilan gaplashsan, Allohga ayt bizga jamolni ko'rsatsin, mo'jizani ko'rsatsin deganda, Alloh Muso payg'ambar nima qilishini bilmay Allohga iltijo qilgan ekan. Yo egam, yo Robbim, bu bandalar shunaqa deyapti, bu qavmim deganda, Alloh taolo aytgan ekanki, o'sha odamlarga toshga qarasin, tog'larga qarasin deganda, o'sha tog' yorilib ketgan ekan, tog' tosh qumday erib, yo'q ketgan ekan. Bu qo'shiqda mana shunga ishora bor. Allohning jamoliga intilish, Allohning jamolini ko'rishga hammamiz intilamiz, lekin hamma narsaning haddi bor, me'yori bor degan juda bir chiroyli tarzda Sher aka mana shuni gulbadan deb Allohni beqiyosligini mana shu bunday go'zal qo'shiqlarda Sher akam ifodalaganlar. Umuman Sher akaning har bir qo'shiqlari haqida soatlab gapirish mumkin. Shunday san'atkorman degan odamlar bor. Ularning bitta qo'shig'ini eshita olmaysiz. Nima deb gapirishni bilmaysiz. Albatta men Sher akani muxlis sifatida bu gaplarni aytayotgan bo'lishing mumkin deyish, kimda aytish mumkin, lekin muxlis bo'lmagan odam ham mana shu fikrlarga qo'shiladi. Sherali Jo'rayev o'zidan yorqin iz qoldirdi. Sherali Jo'rayev haqida biz o'tmish zamonda, o'tgan zamonda gapira olmaymiz. Sher aka biz bilan hamisha u kishi ruhlari barhayot. Hozir ham mana shu xonadonda u kishi ruhlari kezib yuribdi. U kishining ruhlarini shod etish uchun bizdoshlar, farzandlar, muxlislar doim u kishi haqida duodamiz. Farzandlari, oilalari, yaqin qarindoshlari, hamma u kishini yaxshi ko'radiganlar qatorida biz u kishini doim eslaymiz, yo'qlaymiz. Sher akam o'zini qo'shiqlari bilan bizni vatanimizni bo'yini baland qilib, o'zini xoksor tutib, san'atimizni qadrini baland qilishga hissa qo'shgan ulug' san'atkor. Shunday ekan u kishi hech qachon unutilmaydi va u kishini unutishga haqqimiz ham yo'q. Rahmat. Kimlargadir havas bizning shuhratimiz shon